Uzr, ozgina savolimiz bor edi. Davrasiya bo'ladimi? Nima uchun Speshni tanlagansiz? Sifatli ta'lim uchun. Speshni sharoitlari sizga yoqadimi va nima uchun? Yaxshi o'qishadi. Nima uchun Speshni tanlagansiz? Speshni sharoitlari yaxshi, o'qituvchilar yaxshi. Bu yerda ko'plab odamlar, ko'plab akalarim, opalarim badi yaxshi natijalar bilan IELTS topshirishgan. Shuning uchun men ham ularga havas qilgan holatda Speshni kirganman. Aynan ular ham Speshni IELTS topshirib 8,5, balki ba'zan 7,5 IELTS olishgan. Shuning uchun men Speshni tanlaganman. Rahmat. Nima uchun Speshni tanlagansiz? Chunki Speshda IELTSdan baland olgan o'quvchilar ko'p, o'qituvchilar. Nima uchun Speshni tanlagansiz? Speshin juda to'lovlari ham qulay. Nima uchun Speshni tanlagansiz? Chiqrovdagi eng yaxshi o'quv markazida tanlaganman. Speshni sharoitlari sizga yoqadimi? Ha, albatta menga juda ham yoqadi. Hamma sharoitlar yangi va qulay. Nima uchun Speshni tanlagansiz? Yaxshi o'quv, yaxshi ta'lim va yaxshi teacherlar bor. Speshni nima uchun tanlagansiz? Chunki sifatli o'qituvchilar va sifatli ta'lim uchun. Rahmat. Speshda sizga nima yoqadi? Darslari qiziqarli. Teacherlar ham yaxshi, o'rgatadi. Nima uchun Speshni tanlagansiz? Because I love Spation and I want to be a teacher. My favorite teacher is Mohanur because she's a very kind. Speshda qanaqa sharoitlari sizga yoqadi? Speshda hamma joy komfort, kitoblari bor, konsert, televizor, teacherlari va muomalalar juda yaxshi. Speshda qanaqa sharoitlari sizga yoqadi? Speshin chiroyli va katta va o'qituvchilar yaxshi dars beradi. Biz ta'lim olishimiz bizga yoqadi. Darslari, o'qitishlari, muomalalari. Speshda qanaqa sharoitlari sizga yoqadi? Hamma sharoitlar yoqadi. Masalan, Yaxshi teacherlari. nima uchun Speshni tanlagansiz? Speshin qulayliklari yaxshi o'qitishi uchun tanlaganman. Thank you. Speshda qanaqa sharoitlari sizga yoqadi? Speshni dars o'tishlari, teacherlar yaxshi dars o'tadi, nazorat qilib borishlari yoqadi menga. Nima uchun Speshni tanlagansiz? Chunki Uchqo'rg'onda eng mashhur hozirgi kunda. Nima uchun Speshni o'qishni tanlagansiz? Uchqo'rg'ondagi eng mashhur o'quv markazi va ta'lim yaxshi yerda, shuning uchun tanlaganman. Rahmat. Nima uchun Speshni tanlagansiz? Sharoitlar yaxshi, zamon talablariga mos keladi. Speshni qanday sharoitlari sizga yoqadi? Speshda hamma tajribali o'qituvchilar bor. Speshni qanaqa sharoitlari yoqadi? Speshni hamma sharoit yoqadi, chunki o'qishga juda ham qulay. Rahmat. Speshda qanaqa sharoitlar sizga yoqadi? Menda dars o'tish jarayonlari juda yoqadi, chunki hamma faol va aktiv bo'ladi.